O'zbekistonda yangilik tovushlar. Assalomu alaykum, haqiqiy gaplar ishqollari, xonadonlar, uydagilar, ballar, hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukr olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsin. Meni yaqin birodarlarim, hamma taniganlarni hammasiga salom. Chorshanba, juma, yakshanba bozor bilan bitta bozor ko'rsatib yuboring. Akalar olgan kaptallarni ko'rsatyapman. Kimdir yo'qotib qo'yib, men yo'qotganman desa, yangi Chorsu Jo'machit Dorin Qazi mahalla kelaverasizlar. Nomerim bor, 91lik 150 81 84. Mana uni men qumuri, oq qumuri deyapman. Oq qumuri desam, ballar Bakeniski deyishdi. Yo'qotganlar bo'lsa chiqishaveradi. Bir oq qumurda bu. Yo Bakeniskinikini. Hibrid ekan. Nima deydi? Rubin? Gap yo'q, Rubinni yuboraveraman. Bakeniski. Va akalar, balasi bor aka. Balasi bor aka. Balasi bor aka. Bekorga pullaring kerak emas. Bekorga. Kimniki? Va balasi bor aka. Bekorga. İşte ayağında kalçaları ham bor aka. Akalar, shunaqa og'zi tilotga kattalar olib ketsin. Egalarga chaqirib berib yuboringlar. Sovibga qolasizlar. Odamlar shprislar, pechennilarda, kashalarda boqyapti, qiynalib. O'zini balasini boqsinmi, kattalarning balasini boqsinmi endi. Kommentariyada gapirsa gapirib qo'yarasiz. İşte. Oh! Zilonkalar tikizib pishdi. Ya bitta qanot skoch, bitta qanot tilot, yangilik, gap yo'q. Uchta. To'rtta. Ya, yo'ldan yangi chiqyapti-ku. Gulbodom moda. 5 ta. Takla. 6 ta. Yana takla ekan. 7 ta. Kuya. 8 ta. Kukcha 9 ta. Soch 10 ta. Zoq qo'shtiq deysizlarmi, qora akka deysizlarmi? 11 ta. Kishmish 12 ta. Juvana cheka 13 ta. On to'rtta. Endi bag'ni sekin baqa tashlayman. Zo'rlar balasi aka bexijolat birontaga bersiz ham uy olib qolmayman deyishdi. Xo'p bo'ladi dedim. Samarqand bular. 1. Mana 2. Mana 3. Mana 3. Katta partiyalar ekan. 3. Mana 4 mana. Ona juvanalar ham bor. G'aza chiqibdi ona juvanalar. Zo'rlarini terib oldim. 4. Endi mana uni luboy odam aka men yo'qotib qo'ydim. Kattalar bilan haydab yubordim. Modaga jup tushdi-yu, kalako bo'lgan paytida bir ko'tarib ketib, moda keldi, nari kelmadi deganlar bo'lsa, garantiyasi bilan nechta kaptar o'ynaydi, borini atadi, kelib olib ketaveradi. Garantiyasi bilan luboy odam bo'lsin. 5. 6. Endi bitta alamazoni
katta ochig'i bu modani kimdir adashib juplabdi ham, kalakopam qilib qo'yibdi. Hayda yurgan paytda bu chug'ur narini uchirib yuborib tishkili, nari moda ketib, modasini yo'qotib qo'yibdi, nari o'ziga tushibdi. Ammo moda raza tepadan tushib, raza poyganlik qilibdi. Haqiqatan yo'qotganlar bo'lsa, aka, men yo'qotgan edim deganlar bo'lsa, kelishaveradi mana. Endi bitta alamazon oldim. Bu alamazonga yo bitta nar berasizlar, yo masalan sizlar o'zingizni haqiqiy yaxshi insonlarga beramiz. Mana ishqibozlar agar yo'q aka, gulbodomim bor edi, menga bering deganlar bo'lsa, o'zimizga yaqinlar bo'lsa, moda aka meni katta arama deysa ham mayli beramiz. Agar birontalardan nar bo'lsa, aka mana bizda bor, sizni kattangizga par sotamiz deganlar bo'lsa, olamiz. Bo'lmasa o'zimizga yaqin insonlar so'rab qolsa, sotib yuboramiz. 3 kungacha kutamiz ona lekin. Egasini, u katta. Akalar mana Mishiq bozoriga keldik. Mishiqlarni qanaqa joyi kerak bo'lsa, idishlari kerak bo'lsa, soladigan narsalari kerak bo'lsa, gubkalargacha bor, gubkalargacha. Hani ukaxonni o'zi. Ukaxon. Ha bor o'taman yoningizga. Mishiqlar kerakli narsalar bor, taraqlari bor, o'ynaydigan narsalar, yoziladigan, ovqatlanadigan, garshigi, hamma narsalar bunaqalargacha bor ekan, ana. Bunaqalargacha ana. Mabodo kerak bo'lsa, kelaverasizlar, bexijolat murojaat qilasizlar. Hozir ukaxonni oldilariga o'taman, o'zlaridan so'rayman nimalari borligini. O'tyapti. Jiyan. O'zi yaxshimi? Ayla hamma yaxshimi? Bilyaptimi? Tuzimsiz? Mana o'tyapti. Mana o'tyapti. Assalomu alaykum akajon. O'zingiz yaxshimi? Tuzimsiz? Ishingiz yaxshimi? Mana borgan sari odamlar sekin-sekin ko'payib, opoqlari, nevaralar olib chiqib, toshbaqa, bunaqa nima deydi, kamishok, mishiqlar, hamma narsalar olib chiqishyapti. Mashallah. Key. Hamma shunaqa, bunaqa narsalar ko'rib, ballar, nevaralar ko'rib, xursand bo'lyapti. Ana qarang, mazza qilib tomosha qilib. Bular hamishoylar. Bular nech pul? Toshbaqalarimiz 35 mingdan 60 minggacha razmeriga. Buchi? Ha, yechib oling. Xo'p, toshbaqalarimiz kichkina razmerdagilari 35 ming so'm, katta razmerlari 60 ming so'm. Hamishoglarimiz 25 ming so'mdan, katta kichik standart 25 dan. Hali nima deydi? Xonadonida bemalol o'ynab boqib yursa bo'laveradi. Yosh bolalarni telefondan chalg'itgani bunaqa uychalari bor. Shunaqaga olib berilsa, ana zinalardan chiqib, tushib, barabanlarga chiqib yugurib o'ynaydi. Bu idishlarimiz 80 ming so'm. 80 ming so'm. 80 ming so'm. Bu mishiqlar nech pul? Mishiqlar 40 mingdan. Donasi 40 ming. Donasi 40 mingdan. 30 ming dedingiz-a? Ha, 30 mingdan 60 minggacha. Bular 25 mingdan hamishoglar. Bu mishiqlar. Bu mishiqimiz 600 ming so'm. Turetskiy angoramiz oppog'i. Bu Zalato shinshila parodali. Bu qaysi shahardiki? Bu Shotlandniki aka. Aka, Shotlandiyaning mishiqlari 600 ming aka. Shuni hisobini olaverasizlar. Biza 90lik 344 95 99. Murojaat qilishyaptimi? Telefoningizga sog' bo'ling. Iloji boricha akalar to'xtatmay, Mishiq bozorini sekin gullatib yuraveramiz inshaalloh. Boringizga shukr, bozoringiz bersin. Mishiqlaringiz nech pul? Alaykum assalom. Nech puldan? 50 mingdan 300 minggacha. 50 mingdan oling. Mikrofonni. 50 mingdan 300 minggacha keldi mishiqlarimiz. Bularda xolasingizda mashina mishiqlar bor, xolasiz zotdorilardan bor. Nimada uy xonadonda bemalol hali chiqqan kalamushlarga bemalol ishlaveradi. Bemalol. Pul ishlab olmaydi balki. Ishlamaydi. Boringizga shukr, gap yo'q. Shinshillalarimiz ham bor. Bu tomonga ham o'tamiz. Nomeringizni bering, nomeringizni. 90lik 055 9259. Murojaat qilaverasizlar. Boringizga shukr. Yesh ho'kadaka, assalomu alaykum. Uydalar. Vallah, aziz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Qochib turasizmi? Mana Mishiq bozorimizda buni mishiqlar bor, hamishoglar bor,
yana mishiqlar bor. Mana yana mishiqlar. Mabodo kerak bo'lsa, bemalol murojaat qil. Ammo jo'jachalar bor-ku. Jo'jachalar bor-ku, jo'jachalar. Mana uni qarang, jo'jachalarni. Jo'jachalar qarang. Mashalloh, mana qarang. Rangini qarang bular, rangini. Bilgan bir chiroyli. Opaqijon, menga qush bozoriga, baliq bozoriga, jo'ja bozoriga chiqingizni olib ber. Nechi puldan bular? 18 mingdan. 18 mingdan. Ha sotildi bu shular? Sotildi mana shular, to'g'ri. Yem mashalloh. Ikkovmi? Yem ushlaganmi? Qarangda bilib. Yem Bahrom, sizmisa Qardor yo'lda ekan. Endi ushlayman turadi. Ana. Karobkaga solasiz undan ham zo'r bo'ladi, polvon. Ana. Mana ular ham boshqacha ekan, uni qarang. Ular rangini ko'ryapsizlar, bir chiroyli. Bozorlayversin, gap yo'q. Omadlayversin. Ana shunaqa mishiq bozor, baliq bozor, kanarika bozor. Qo'limizdan kelgancha inshaalloh videolar qilib o'tib ketamiz. Bozorlayversin. O'tyapman, o'tiravering. Salom. Sizimsiz ishlaysiz yaxshimi? Halimdek turinglarcha arasini ochib, nech puldan bu? 200 mingdan. Donasimi? Gap yo'q. Donasi 200 mingdan aka? Men shu. Donasi 200 mingdan. Buni parodasi qanaqa? Scottish Fold. Nima oti? Scottish Fold. Quloq harbiy. Boshqa paroda mishiq aka otini aytishyapti. Shunga yaxshi e'tibor berasizlar. Nomeringizni bering. Yo, nomeri yo'q. Bu nech pul? 1,5 million bizga emas. Nech pul? Shinsilarda 1,5 1,5 milliondan. milliondan. 1,5 milliondan qizlar. Ikkovi ham qiz. Donasi 1,5 Ha, million. donasi 1,5 million. Toza paroda. Bu bosh parodasi qiyon ekan. Parodasichi? Parodasi shinshila. Shishira. Nomeringizni bering. 90li 434 2006. Boringizga shukur. Qiyon Xudo xolasa mana Qiyon bozorda, baliq bozorda, mishiq bozorda juda odam ko'payapti. Opaqijon turing. Bugun mishiq bozor, baliq bozor, gul bozor, kanarika bozor deb olib chiqishlar opoqlarga rahmat, bolalarga shukur. Qo'limizdan kelgancha Qiyonlarda mishiqlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bozorlayim dersin. Sog' bo'linglar. Bozorlayim dersin. Va alaykum assalom. Mana bizni shogirdlar. Mana bizni shogirdlar haqiqatdan. Haqiqiy videolar ko'ryapsiz, laklar bosyapsiz. Haqiqiy mana Shinavanda muxlislarda. Boriga shukur. 200 mi? Qo'lda oling. Ya mallada zadaqatlar. Chetdanmi? Boringizga shukur, sog' bo'ling. So'rab qo'ying dadam. Rahmat. Qiyonlarda nech puldan bular aka? Bular 50 mingdan, bular 80 mingdan, ha? Bular parodasi qanaqa? Ha, bilmaysizmi? Buchi? 600 mingdan 800 ming. Kenzibiga bular burgun. Bular burgun, bular inzibi. 800 ming unisi. Bunisi 600 mingdan. nomeringizni bering. Nomeringizni. Ana. 90li 058 86 86. Aka, hozir men syomka deydi. Lisapak. Sog' bo'linglar, ko'zim rahmat e'tiborlar uchun. Ye, buni ular nech pul? Alaykum. Nech pul? 300 ming. Gap ballarichi? 200 mingdan. Bozorlayim desin, omadlayim desin. Mana o mishiqmi bular? Yo'q, itimi? Mishiq. Nech puldan bular? 200 mingga beraveramiz buni. Ballari bilan. Agar misol sotib olsalaring o'zlariga qochib kelmaydimi kaptarga o'xshagan? Akalar bu yerga kelarasizlar, mishiqda olsalaring kaptarga o'xshagan qochib ketmas ekan. Qiyonlar. Nech puldan olayapsiz, qiyonlar? Donasi 400 ming. Qari jupi 400 ming, ne? Gap yo'q. Bularchi? Bular amaki bu 150 ming. Bu ikonlar 350 ming beraveramiz. Bular 150 ming, bular 350 ming. Ha, bu bir pari 350. Bu 100 ta kiloraki bu 100 ta.
Harodasi ham bor ekanda qiyoq. Ana yerda 800 ming, 1 million, 1,5 harodasi boshqa ekanda. Kaptarga o'xshagan ekanda bu ham. Bu alabaymi bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Nech pul bu? Donasi 50 mingni. Bu ajoyiblar ekan. Buni boshqachamiki, ha? Sharti yo'q, ha. O'n qaranglar akalar. Buni ota-onasi o'zizdami? Ana biz cho'kar ekan, kichkinasi. Cho'kar ekan bunisi. Bular donasi nech pul? Malades olma shunchalik voyaga yetkazib chiqarib, katta qilgan akamizga rahmat. Qaranglar turishini, janavorlarni. Kaptarga o'xshagan emas ekan bular. Bular kaptarga o'xshagan emas ekan omonatga. Bolalariga shukur. Nechchi nomeringiz? 90 587 22 60. Bering ana mikrofonni gapiring ana. 587 22 62. 90. Ha? 90. Bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Mabodo murojaat qilsa, Bor aka. bor ha? Xo'p bo'ladi. Bular ham sizniki. Ha, siznikimi? Nech pul bu? Ular 120 mingdan bilan skrin paranchalar. Bu ishiga qatdami? Pastga qolib ketdi skrin parancha. Ha, mayli qolaversin emas. Bularchi? Ular 150 mingdan qilib Asha jigarrangni oling. Jigarrangni oling. Nech pul bu? 150 ming. Akalar mana ko'ringlar qiyonlarni chiroyligini. 150 ming so'mdan aka. 100 nimaniki? Gallant panda deylar. Gallant panda ekan. Mabodagi ishqibozlar bo'lsa, murojaat qilaverasiz. Nomerlarni bering. 90 365 0740. 90lik ekan. 90lik ekan, bozoringiz bo'lsin, gap yo'q. Mana bularni nech pul? Alaykum assalom. Donasi 200 mingmi? Nimaga oti boshqachami bular? Bozorlarni bersin, ko'honlar sog' bo'linglar. Buchi? Yo'q, maşallah. Akalar, cho'kar karamda vidli kaptallar bor edi dekorativni. Xuddi shunga o'xshagan. Mana bular ham $100 ekan qiyonlari. Bu 200 mingdan. $100 200 ming. Ballarimi shu? Bu boshqa. Harodasi boshqa $100'lik. Bering nomeringizni. Oling mikrofonni oling. 93 989 55 57. 55 57. Ya maşallah. Vay maşallah nini qarang. Vay. Vay keling aka. Aka keling aka. Ana o'rdanglar, mabodagi ishqiboz bo'lsalaring, nech pul bular? 30 ming so'mdan indiskilar. Indiski o'rdanglar bor ekan, 30 minglar ekan mabodo ishqiboz. Qiyonlarchi? Burrosi 1 million. 250 mingdan. Nomeringizni bering. 93'lük. 263 54. Mabodo murojaatsa bor, ha? Bor. Sog' bo'ling, bozorlarni bersin. Endi qiyomda metta ancha qani ukaxon. Ukaxon qalla. Chaqiring. Qiyonlarda mabodo agar kerak bo'lsa, tirigi ham, so'yilgani ham. Chaqiring shuni. So'yilgani ham bor. Qani umrlari? Chaqiring. Baki. O'zingiz yaxshimisiz? Tuzumsiz ishlab bo'lyapti. Og'rajon tuzumsiz qilish. Bering nomerlarini. Mana. 90lik aka, Gapiring. 105 87 86. Mabodo Rustam akam aytishganida deysiz, skidka qilib beramiz. Skidga qilib beryapmiz aka. So'yib tozalab ham beraverasiz. Hammasidan bor. Boringizga shukur. Qo'lingizdan kelgancha shunchalik xalq xizmati qilyapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Endi haqiqiy o'zimizga Assalomu alaykum. Mana haqiqiy o'zimizga haqiqiy shogirdim mana shu bo'ladi. Qiyon boqmasdi, qiyonga ham ishqiboz bo'lib qolibdi bu. Hayron qolyapman. Nech pul? Ne, ustadagi Rustamxonga. Ne? Akalar, qiyon bozorimizga chiqib $100'lik qiyonni ko'rdim. Bu 1 millionlik, bu $100'lik. Ye $100'lik mana u. Ha. Mana sotganimiz mana. Mana. Shunami? Ha, mana. Nech pul bo'ldi? Bu ko'p 500 ming bo'ldi. Deb bozorlayim bersin, gap yo'q. Egalari sizni barakasi bersin, ko'xon omad chiroyli, to'ni ham chiroyli ekan. Gap bo'lishi mumkin. Gap yo'q. Mana-chi mana, nima qilyapti qurib ketgan? Bu chimildiq deb o'ylayapti qafas. Qoch! Betamizni. Mana-chi?
Bu jupi bilan 1 million so'm, mana xotini ham Akalar, o'zi bilan bir xil. Bu narmoda qanaqalarga o'xshatasiz misol? Bu taklada bu. Yo'q, aytaklada. Yo tortib kelib o'ynaydi. Yo'q. Uzoqdan xunuk. Bu to'g'ri uchadi, kelib turib, qarang. keyin tortib o'ynaydi. Bu katta bu rangichi. Ha, rangini aytyapsizmi? Rangini aytyapman. Rangini aytgan bo'lsangiz buni malla chavkardingizmi? Men lekin nimaga o'xshab, malla sochga ham o'xshaveradi. Malla socham emas, shoyi boru. Ha. Marg'ilonni shoyilari. O'shanga o'xshab ketar ekan. Akalar, Marg'ilonga borganman, shoylar ko'rardim. Hozir shoylar qolmadi. Gapni ochig'i mana hozir ketibdi-da, shoylar rangiga o'xshab shoylar chiqibdi. Bolalarga shukur. Voy, qo'llarni shilib tashladi. Siz ko'tarishni bilmayapsiz-da, mana qarang. Mana quyonni terisidan bunday qila olasiz. Ha, qo'yib turing. Qimillasa ham bilinmaydi. Bo'ldi. Kaptarga o'xshagan emas ekan. Yo'q, ana endi qimillamaydi. Akalar, Ko'rdingizmi? kaptarga o'xshagan emas ekan. Buni juplashi ham qana juplash kerak. Tupurmas bunga lekin. Ha. Bu o'zi quyonmi? Tashlasangiz tamom. Yo'q, tamom. Ha, tamom sirasida. O'zi Mana o'zi jup bo'lyapti. so'radimi? Ha, bu jup tanlamaydi. Akalar, biz kaptarlarga tupurib, jon kuydirib, vaqt ajratsak, bularga tupurmaysizlar ekan. Shunday quloq ataga qo'ysalar bo'ldi ekan. Nabarot bo'ldi deb to'xtatib qo'yasiz, hozir to'xtatdingiz. Bular jup tushyaptimi? Ha, jup o'zi. Akalar jup, boboda ishqiboz bo'lsalar, ana kalaka. Ana, ko'r. Jup tushirish shart emas buni mana. Ana, va? Tuxumga haydayapti o'zi. Ha? Nomer o'zi 91lik 21446. Bo'ldi, ketaveradi. Olib Bering ketaveradi. nomerlarni. 91lik Hop, 21446. bo'ldi. Ana bu ham tushdi. Ana bu ham tushdi. Boringizga Hamma shukur. shetda. Sog' bo'ling. Mana shuncha mona qiyonlar hali ko'pchilik olib kelgan yo'q. Mana $100, $200 deyapti. Bularni olib kelib, yerinmasdan chet ellardan, Germaniya, Fransiya, Italiya, Amerikalardan olib kelib, bir-biriga juplab, katta qilib O'zbekistonga chiqarganlarga rahmat. Sizlarga. Nimaga bu Amerikaning narsasi, Fransiyaning narsasi? Sizlar O'zbekistondan chiqaryapsizlar. Qo'qonda bor ekanini havas qilsangiz. Boringizga shukur. Sog' bo'ling. Nima qilish kerak videolar bo'lmasa? Like bosaverasizlar. Like bosaverasizlar. Holimiz ham haqiqiy mana qushlarga, kaptarlarga shukur zo'rlan boqadi. Omadlarni bersin, sog' bo'lsin. Faqat yakshanba kunlari, dam olgan kunlari mazza qilib, miyalari dam oladi. Boringizga shukur. Sog' bo'ling, ko'jon. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p bo'ladi, ko'jon. Xo'p. Qiyonlar ko'rib mazza qilyapti. Xudo olsa qo'limdan kelsa bedana bozoriga ham o'taman. Nech pul bu? Bu oti nima? Belikan degan qiyon mana shu bo'lar ekan. Boboda murojaat qilsalaring, gaplashib olinaveradi. Nomeringizni bering. 90. Oling. 94lik 431 3431. Boboda murojaat qilsalaring, bemalol bor vaqtlar, nomerlari bor ekan. Onlarga shukur. Agar nimasi yana kerak bo'lsa bora, sog' bo'ling, bozoringizni bersin. Endi assalomu alaykum. Bedana bozorimizga ham bitta o'taman. Ha, ko'rinishmaydi. Akalar, mana bedana bozorchi 4 ta yo 2 ta yo bitta Ma'mur aka bilan ukalari ke, Muxtor aka. Vaki. Muxtor Ma'mur aka. Enaqa? Muxtor aka. Akalar, mana shu Muxtor aka bitta ikkita kap bedana bilan bedana bozor Yasa gullab ketdi. Ma'mur aka bitta olib chiqardi. Ikkita bo'lib, borgan sari ana ko'payib ketdi. Bedanalar qarang, sayrashini qarang. Ana uni qarang. Professionallar. O'zingiz yaxshimi ko'z ochsiz. Haqiqat professionallar Shaq aka. Endi duo qilib professionallar aka. Allohu akbar. Bitta bedana bozorda ko'rsatmaring.
Kattalar sizlar Jon, xonadonlar uyda. O'zingizniki ham qalaysiz? Yo'qmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bo'lyaptimi? Sizlarni. Assalomu alaykum. Mana ukam haqiqiy taklalarda chempionlar boqqan ukam bo'ladi. Hozir Zafarjon ham xudo xolasa safarda turibdilar ekan inshaalloh. Keldilar. Qanday? Nimada? Uylarda. Mashallah, salomatasiz birodarimizga sog' bo'lsin. Mana Qozog'istonda Qirg'izda turib, o'sha yerda ham syomkalar ko'rdi o'shalar. Alloh rozi bo'lsin. Bu video chiqqan sari odam ko'payyapti. Vallahingiz shukur. Sog' bo'ling. Yaxshi kuning. Sayrashini qarang. Ana uni qarang. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, quloqlariga bemalol murojaat qilasizlar, chiqaveramiz. Allah, boringizga shu sog' bo'ling.